Jurnalist emassiz. O'zimni tanishtirdim. Bu ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksda belgilab qo'yilgan. Nechinchi modda? Ko'rib bo'lsa agar moddasini bilmayman. Kamerani chiqarib Chaqirib bering. Men bilan gaplashinglar, men xodimman aytganimni qiladi. Hop, men sizga aytib chiqdim. Erkakmisiz? Qani erkak? Men siz bilan gaplashmoqchiman. Nimaga qochyapsiz? Meni fikrimcha, tergovchi bu ish yoki yeb qo'ygan yoki tanish bilishchilik qilyaptimi degan fikrga boryapman. Qabulxonada gaplashamiz. Chiqinglar, men olib kirtirgan qo'ymaysizlar. Xalq uchun ishlaydimi xodim? Bitta odamga bir marta chiqadi. Qayerda yozilgan? Ichki ishlar xodimlari ochiq va shaffof ishlashi kerak deb yozib qo'yilgan. Tergov qilmasdan hech narsa qilmasan nimaga mahkam qilyapsiz? Qarab turing, kamerani rahbariyatga ruxsat beradi, keyin kirasizlar. Nimaga qayerda yozilgan? Gray damira qayerdagi men muttaqamman. Buyruqqa bo'ysunasizmi, qonunga bo'ysunasizmi? Buyruqqa. Qonunlarimiz asosida ishlaylik. Javob xati tergovda yopishdi bildi-ku. U yoqiga ham javob bersin. U talablarni ichida chiqarib tashladigan joyi yo'q. Ay, sig'maydi-yu. Sig'asiz. Talablar ham yozilgan, qaysi talablar? Qaysi talablar? Mana shu Qaysi buyrug'ingizda yozilgan? Sizga aytmayman. Nimaga aytmaysiz? Siz borib ma'lumot bo'lgan ma'lumot olasiz. Tushundingizmi? Yo'q. Tashlab kirmaymiz. Shu yerda gaplashamiz, mana qabulxonada gaplashamiz. Tahriyatimizga navbatdagi murojaat Samarqand viloyatidan. Murojaatchi tergovdan norozi. 2014-yil iyun oyida menga oldindan tanish bo'lgan O'zbekiston fuqarosi A.F. mening unga ishonishimdan foydalanib, u o'zini menga O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi xodimi deb tanishtirgan. Dalil sifatida audio yozuvlarni tergovga taqdim etganman. Mendan 30,000 AQSh dollari miqdoridagi pullarimni olib, Samarqand shahar Abdurahmon Jomiy ko'chasida joylashgan uyini mening nomimga rasmiylashtirib berishini va'da qilgan. Men prokuratura xodimi meni aldashligini xayolimga ham keltirmagan holda unga uyni rasmiylashtirib berishini so'rab, ko'p qo'ng'iroq qilganman. Oradan vaqt o'tib, u uyiga 95,000 AQSh dollariga xaridor borligini, lekin u xaridorga emas, meni hurmat qilganligi sababli shu 95,000 AQSh dollari evaziga menga rasmiylashtirib berishini aytgan. Men unga mendan 30,000 AQSh dollarini naqd olib, rasmiylashtirib bermagan singlisining nomida bo'lgan uyni 200 million so'mga, 100 million so'm olib, qolganini 1 yildan keyin to'lab berish sharti bilan boshqa odamga 27,000 AQSh dollari evaziga sotgan. Shuning o'zi jinoyat emasmi? Meni aldashni oldindan rejalashtirganini, uyni sun'iy ravishda narxini qariyb 4 baravariga ko'tarib aytgani va bu narxga men rozi bo'lmasligimni oldindan bilganini tushundim. Tergovga taqdim qilingan barcha dalillarga asoslanib, jinoyat ishini surishtirish o'rniga tergovchilar har doim jinoyat ishini tugatib, menga fuqarolik ishlari bo'yicha sudga murojaat qilishimni, tergov bir tomonlama olib borilganligini inobatga olib, Ahmedovning tergov organlarida tanish bilishlari borligini va ular o'z mansabidan foydalanib, Ahmedovni jinoiy javobgarlikka tortishiga yo'l qo'ymay kelganligini gumon qildim. Va bunga amin bo'lmoqdaman, deydi murojaatchi. Ushbu holatga oydinlik kiritish maqsadida Samarqand viloyati Jomboy tumani ichki ishlar bo'limiga bordik. Taftish axborot agentligidan Marjon Eshqotovaman. Taftish axborot agentligidan Marjon Eshqotovaman. Xo'p. Isakov Shuhrat aka kerakli tergovchi. Jurnalist sifatida keldim. Jurnalistman dedim. Jurnalist emassiz. O'zimni tanishtirdim. Qara, bitta ala guvohnomasiga Oybek. Siz ko'rmadingizmi hozir? Isakov Shuhratga dedi, Shuhratga dedi. Kamera chiqsa Sabab? mumkin emas-da. Nima asosda mumkin emas? Qo'riqlanadigan obyektda bu yerda kamera ishlatish. Kamerani ko'chadan turib olib rejotgancha kirib olmaydi. Toifalangan obyekt degan nimani tushunasiz? Chiqarsin, hozir chiqadi, o'zi javob beradi savollaringizga. Yo'q, bo'ptimi? Chiqib tursin, kamerani Chaqirib bering. Men bilan gaplashinglar, men xodimman aytganimni qiladi. Hop, chiqarsin deyapman kamerani. Nima asossiz? Asosda bering qonun bilan. Shu qonun asosida chiqarib tashlading, men chiqarib tashlayman. Охраняемый obyektlar hisoblanib, toifalangan obyekt Hop, singlim. toifalangan degani nimani tushunasiz? O'ta muhim toifalangan obyekt edi. Beri saqlanadi. O'sha qani bu yerda saqlanadi? Mana shu yerda saqlanadimi? Mana shu idorada saqlanadi. Yo'q, hop, idora biz buyrug'i bor singlim. hop, qurol saqlanadigan joyga kirganimiz yo'q. Janpalik chiqsin, jurnalistlar kelgan, videokameralar. Siz kimsiz? Bitta yozing. Jurnalistman. Bitta yozing. Kimsiz? Masala. Siz kimsiz? Bunga yozing. Boraman. Ha, bo'pti, siz unda aralashmang. Yo, nima? Nima aralashmaydi, xodim bo'ladi yana. Fuqaroman dedi hozir menga. Fuqaroman degan uchun.
Aytib. yoqda aytyapman men. Kim? Shuni aytyapti. Siz aytganini bilib bo'ldik. Azizqulov. Chunki fuqaro bunaqa bemalol kirib chiqmaydi. Qaysi mahalla? Eslatib o'tamiz, toifalangan obyekt bu faqat qurol yarog, toifa qilingan rostdan ham qurol yarog saqlanadigan joy и davlat siri saqlanadigan joy. Aynan bu yerda davlat siri saqlanadigan narsa yo'q. Qurol yarog ham yo'q. Kameradan chiqaring. Tegmi? Chiqaring kamerani. Qonunni asoslantirib chiqarib tashlaydi. Chiqarib turing kamerani, rahbariyatga ruxsat beradi, keyin kirasizlar. Nimaga Chiqaring. qayerda yozilgan? Qayerda yozilgan? Biz qonun asosida ishlaymiz. Qonun asosida ko'ramiz, qonun asosida qanday ishlashni. Qonun asosida Chiqib turinglar. Aka bizga qarshilik qilmang. Singlim, yaxshi gapiryapman. Xo'p, nima? Men yomon gapirmayman. Nimaga bu yoqqa bostirib kelyapsiz sizlar ichki ishlar binosiga? Bostirib kelgan-ku. So'rovmi? So'rayapsiz, chiqib turing deyapman shunga, deyapman. Nimaga chiqamiz? Ruxsat beradi, keyin Kim kirasizlar. ruxsat beradi? Keladi rahbariyat. Oldingizda telefon qilib aytdim, chiqib turing. Yo'q, aka Men sizga aytyapman, chiqib turing, erkakmisiz? Ha, erkakman. Ha, Boshlig'ingiz chiqilmasa? yo'q beradimi? Kim boshlig'ingiz sizda? Siz boshlig'ingiz aytgan bilasizmi? Aka, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy kodeksi 194 Aka, mening boshlig'im Sizni qarshiligimiz yo'q, qarshiligimiz yo'q. Hop. Menga 194 moddasida Hop. hech xodimni ichki ishlar xodimni qonun talabini bajarishga Qaysi talablaringiz? Qarang, talablaringiz qarang. rahbariyatga qabul qilib beradi. Talablari ham yozib qo'yilgan. Talablari ham yozib qo'yilgan. U talablarni ichida chiqarib tashladigan joyi yo'q. Chiqarib tering. Keyin talablarni o'qib beramiz. Turinglar, tashqarida turinglar deyapman. Shu yerda kuting. Tashqarida kutadigan joy tashqarida. Aka, Be proxodnoy ber. Syomka olavering, tashqarida tushmaydi, odam kelyapti. Xalaq beryapsiz, shuning uchun Ish aytyapman. faoliyatiga qarshilik qilmagan holda deyapti. Testbirini olgan yuzi tushgan yo'q. Yo'q, ish faoliyatiga qarshilik qilmagan holda. Qani Ish qarshilik faoliyatiga Qarshilik qilyapsiz hozir biz ish Qani? faoliyatiga. odamdan keyin kelyapti, boshqa bo'lyapti. Qani qarshilik qilayotgan? Hammamiz Hay, tashqariga chiqing. Tashqariga chiqib oling deyapti. Chiqsa chiqaman, men aytsin. qani qarshilik qilayotganimiz? Men aytyapman mana. Qonunni asoslantirib bering. Men qonunni asoslantirib chiqib ketaman. 194 moddada ish faoliyatiga O'qib bering. qarshilik To'liq qilyapti. o'qib bering. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy kodeksi 194 moddada ichki ishlar xodimining qonun talabini bajarishga majbursiz. Talablar ham yozilgan. Qaysi talablar? Qaysi talablar? Mana shu men sizni misol uchun Men chiqib turing dedim, chiqib Yo'q. turishingizga. Keyin talablarni ham o'qib beraman men sizga. Talablarda Talablarni yozilmagan. o'qib Chiqib bering. tur degan joyi yozilmagan. Hozir o'qib Ichki ishlar beraman. xodimining qonun talabini bajarishga majbursiz. Hozir men o'qib beraman. Kirib chiqyapti, boshqa bo'lyapti. Hozir o'qib beraman. Sizni misol uchun Hozir o'qib beraman. Hozir o'qib beraman. Yo, chiqsinlar. Biz tashab kirmaymiz. Shu yerda gaplashamiz, men qabulxonada gaplashamiz. Qabulxonada gaplashamiz. Chiqinglar, men olib kirtirgan qo'ymaysizlar. Qarang, 194midi? Hozir o'qib beraman. To'liq o'qib beraman. Sizlar ham e'tibor berasizlar. Qaysi talablari ham yozilgan. Ichki ishlar to'g'risidagi qonun 9-moddasida ham yozib qo'yilgan. O'zinglar ham o'qinglar u narsani. Ichki ishlar xodimlari ochiq va shaffof ishlashi kerak deb yozib qo'yilgan. U narsani ham o'qinglar. Men hozir 194 ham to'liq o'qib beraman sizlarga. 94 moddada ish faoliyatiga qarshilik qildi. Hozir o'qib beraman. Unaqa deb yozilmagan. 194da unaqa deb yozilmagan. Bo'ldi, nima qilingizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz opa? Rahmat. Siz kim bilasiz? Tergovchiman shu. Men Taftish o'z axborot agentligidan. Men sizga o'qib qo'yib beraman videoda tanishib olasiz to'liq. Qaysi talablaringiz borligini, qanaqa talab qo'yishingiz mumkinligini tanishib olasiz. Nima masalan? Fuqaro murojaat bo'yicha chiqib kelganmiz. Aka, iloji bo'lsa qabulxonaga kirsak. Umarova Aziza opa. Anaqa qabulxonaga kiraylik. O'shda gaplashamiz. Marva Azizam bo'lsa, viloyatga borasizlar, matbuotga uchraysizlar, biz viloyatda rahbariyat bor. Ruxsat beradi keyin qolib. Nimaga aka, qayerda yozilgan? Shunday. Qanaqa tartib? Bor, Qonunga bo'ysunasizmi? qonunga bo'ysunamiz. Xo'p. Jurnalist faoliyat himoya qilish to'g'risidagi qonunning 5-moddasida yozib qo'yilgan. Jurnalistlar mansabdor shaxslarni, davlat xodimlarini bilan intervyu qilish huquqiga ega. Uni video va audio qayerda yozilgan u? Siz borasiz, Qonun bilan matbuotga, asoslantirib bering. Jahongir akaga uchraysiz. Qonun bilan asoslantirib bering. Siz borib uchraysiz. Qonun bilan asoslantirib bering. Sen matbuot xizmatiga borishing kerak degan narsani. Aka, ichki ishlar to'g'risidagi qonun 5-moddasida ham, 9-moddasida ham yozib qo'yilgan. Ochiq va shaffof ishlasin deb. Yo'q, men siz bilan gaplashmoqchiman. Nimaga qochyapsiz? Aka, qoching, men kirmoqchiman. Siz bilan gaplashdi bo'ldi. Yo'q, men yana gaplashmoqchiman. Men hali gapim tugamadi. Aka, chiqing. Javob bersin. Javob xatiga javob bersin. Boshqa narsasiga javob bersin. Javob xati tergovga yopishdi, bildi-ku. U yoqiga ham javob bersin. Viloyatga boring deyapti. Nimaga viloyatga boramiz? Viloyat bunga jo'natgan. Viloyat bunga jo'natgan. Javob bersin-da. Nimaga? Aka. Tergov qilmasdan, hech narsa qilmasdan nimaga mahkam qilaveryapti? E'tirozingiz bo'lsa boring viloyatga aytyapti. Hop, men o'zi bilan gaplashmoqchiman. Men birinchi tergovchini oldiga Bundan ham rahbariyati bor, aytyapti, biz rahbarimiz bor deyapti, boring deyapti, eshityapsiz-ku. Yo'q, bu qarang. Men rahbarning gapi bilan ishni qilmoqdi-ku.
Bilmasam. Rahbarini gapini Opajon, eshitmadim. o'zi bilan gaplashdi. Chiqdi O'rtoq mana bilan gaplashdi. gapirmang. Yo, chiqdi gaplashdingizmi? Yo'q, men hali tugamadi gapimiz. O'tib keting. Yo'q, kirgizolmayman. Bu fuqarolar uchun ishlaydimi bu bino? Fuqarolar uchun ishlaydimi? Qolib Ha, bo'ldi, fuqaromiz, kiramiz. qarab turasiz, qarab. Bizlar viloyat matbuot boshlig'ini. Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Taftish uz axborot agentligidan Marjon Eshqo'atovaman. Siz ham o'zingizni tanishtirib yuborsangiz. Hamidullaman. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasida axborot xizmati boshlig'i. Sa'dullayev familiyam. Aha. Eshitaman, Marjon opa. Aka, bizga murojaat kelib tushgan, ya'ni tergovchini ustidan. Aha. O'shaning uchun biz ikkinchi tomonni eshitish maqsadida, bilasiz, haqqimiz bor. O'shaning uchun tergovchini oldiga keldik. Ya'ni bitta savollarimiz bor, xolos. Qabulxonada gaplashamiz, xohlasa qabulxonaga chiqsinlar. O'zi o'rgangan deylar. Bitta savollarimiz bor, o'sha savolga javob olamiz, ketamiz. Bunaqa o'z janjal qilib, bekor o'ziga o'zi provokatsiya qilib, sharmanda qilish kerak emas, toki ichki ishlarni. Sizga o'sha ish yurituvidagi ma'lumot yoki bir delas bo'yicha kerakmi ma'lumot? Ha, shunaqa o'zini ish yurituvdagi. Bo'ldi, biz beramiz sizga axborot. Yo'q, aka, men o'zi bilan gaplashmoqchiman-da, bilaman, javob xati qanaqa borishini juda yaxshi bilaman. O'shaning uchun bilasiz, jurnalistik faoliyat himoya qilish to'g'risidagi qonun 5-moddasiga binoan men o'zi bilan gaplashmoqchiman, aka. Bo'lmasa axborot xizmatlaridan olinadigan qonun ham bor, shu bo'yicha sizga. Qaysi qonun aka u? Qaysi qonun? Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari to'g'risida qonun bor. Ha, nechinchi modda? 8-moddasini ochasiz. Och. Bormi qo'lingizda? Hozir ochaman. 1 minut. Mana shu turing. Hozir 1 minut. Birdan tanishib keting. Xo'p, e'tiboring. Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari to'g'risida. Hozir. Unda hokimiyati va boshqaruv organ faoliyati ochiqligi. Bo'ldi, o'qidingiz, o'qib ketdingiz-ku. Qaysi? Davlat hokimiyati va boshqaruv organlarida holat to'g'risida axborotni taqdim etish uchun mas'ul bo'lgan mansabdor shaxsni tayinlaydi deyapti. Shunaqa joy bormi? Tushunmadim. Axborotni taqdim etishga mas'ul bo'lgan mansabdor shaxsni tayinlaydi degan joyi bormi? Aha, o'sha bizga o'shani chaqirib bering. O'sha mansabdor shaxs bizning bo'limimiz bo'ladi, shu bo'lim boshlig'iman. Aka, siz to'liq, menimcha to'liq anaqa tushunmagansiz bu moddani. Men tahlil qilib ham qo'yib beraman buni hali sizga. Bu yerda faqat qarang, javob xati beradi degan narsa yo'q, aka. Siz bu yerda daj yozilgan. Boya o'qib ham berdim bu narsani, atalib sizga urg'u berib ketdim. Davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining faoliyati to'g'risida axborot taqdim etish uchun mas'ul bo'lgan mansabdor shaxslarni belgilash. Xuddi shunday. O'sha mas'ul bo'lgan Tushunyapsizmi aka? shaxslar axborot xizmati boshlig'i hisoblanadi. Kim qayerda yozilgan u? Unaqa yo'q-ku, aka. To'g'ri talqin qiling bu narsani. To'g'ri talqinlayapsiz. Siz eshitib tushuntirib beraman. Hop, tushuntiring. O'sha davlat organlarida har bitta axborotni siz so'ragan tergovchi yoki profilaktika inspektor taqdim qilmaydi-da. Nimaga? O'sha axborot taqdim qilishga mas'ul bo'lgan lavozim bor. Qayerda yozilgan? Aka, qarang. Siz men buni sizga qayta o'qib beraman. Siz boshqatdan tahlil qila qoling. Ha, davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining faoliyati to'g'risida axborot taqdim etish uchun mas'ul bo'lgan mansabdor shaxs. Mansabdor shaxsga bu tergovchi ham kiradi, aka. Tergovchi kiradi, aka. Mansabdor shaxs borda, ma'lumotlarni taqdim etadi. Tergovchi Yo'q, hop, tergovchi ma'lumoti-yu bu, aka. Tergovchi ma'lumoti u delas bo'yicha ma'lumot berishga majbur emas-da. Nimaga qayerda yozilgan majbur emasdi? Men aka mana sizga bir 5 ta Respublikasi ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunining 34-moddasini oching. nima deb yozilgan? Aytib bera qoling. Oching. Aytib bera qoling, aka. Ichki ishlar organlari xodimlari ish yurituvidagi ma'lumotlar haqida boshqalarga ma'lumot berishga majbur emas deb yozilgan. Ha, yo'q-e? Chunki u ish yuritadi, ha, xuddi shunday. 9-moddani oching. Ichki ishlar to'g'risidagi qonun. Ha, o'qing, ayting. Yo'q, siz o'shani bilasizmi? Hop, nimadan kerak? Ichki ishlar xodimlari ochiq va shaffof ishlashi kerak. Ochiq va shaffof. Marjon opa, ochiq va shaffof ishlaymiz. O'sha ma'lumotni sizga men taqdim qilaman. Yo'q, aka, men o'zi bilan gaplashmoqchiman. Sizdagi ma'lumotning qanaqaligini bilaman. Men o'shaning uchun qarang. Konstitutsiya 81-82-modda, 33-moddalarga asosan, shu bilan birgalikda jurnalistik faoliyat himoya qilish to'g'risidagi qonunning 5-moddasiga asosan, ommaviy axborot vositasi to'g'risidagi qonunlarga asosan men keldim, aka. Haqqim borligi uchun. Men bilmasam kelmasdim, aka. Hop, mayli kelibsiz.
haqqingiz bor ekanligiga tushuntiryapman. O'sha ochiqlik va shaffoflikni biz yashirmaymiz. Bo'lib chiqsin. Aynan ochiq va shaffof bo'lishi uchun ichki ishlar organlarida axborot xizmati boshlig'i, axborot xizmat xodimlari lavozimi tashkil etilgan. Xo'p, nechinchi yil tashkil etilgan aka o'sha vaqtgacha? Xo'p, endi sizga to'liq ma'lumot beramiz. Sizga nima ma'lumot? Yo'q, aka, ayting, nechinchi yil? Masalan, bu qonunlarimiz 2000-yillardan oldinroq paydo bo'lganda, lekin ichki ishlar shu axborot xizmati xodimlari yaqinda paydo bo'ldi. 2018 mi paydo bo'lgan? Lekin 2018dan tushunmadim. Shu uchun nima qilish kerak? Aka, biz qonunlarimiz asosida ishlaylik. Biz oldinroq chiqqan qonunlarimiz asosida ishlaylik. Chiqsin, javob bersin. Nimaga bu bundan qo'rqyapti? Ochiq bo'lsa, shaffof bo'lsa, to'g'ri ishlagan bo'lsa chiqib, tushunmadim. Ma'lumotni berishga mas'ul bo'lgan shaxs bor. Aka, men surishtiruv qilayotgan bo'lsangiz, o'sha nima savollaringiz bo'layotgan bo'lsa, sizga murojaat qilib kelgan qonun nomidan aka, men o'zi bilan gaplashmoqchiman. Men sizga aytaman, o'zi bilan gaplashishga, o'zi sizga tushuntirish berishga qonun bo'yicha majbur emas. 34-modda dedingizmi? Ichki ishlar organi xodimi o'z ish yurtida bo'lgan ishlar va materiallarning mohiyati haqida biron bir tushuntirish berishga, shuningdek bunday ishlar va materiallarni shu jumladan fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va huquqiy qonuniy manfaatlariga daxldor ishlar hamda materiallarni tanishib chiqish uchun qonunchilikni nazarda tutilgan hollardan va tartibdan boshqacha tarzda taqdim etishga majbur emas. Eshitdingiz, a? Xuddi shuni. Ichki ishlar organlarining xodimlari Shu abzasda o'zini talqin qilsangiz ham aka, siz mana buni boshidagi gapni ham eshitdingmi? Boshidagi gapni qonun bilan vakolat berilgan shaxslardan tashqari degan. Bizga qonun bilan vakolat berilgan. Ma'lumot olish uchun. Xo'p, siz ma'lumot olishga sizda huquqingiz bor, vakolatingiz bor. Xo'p. Sizga aytayapman, o'sha ma'lumotni biza beramiz. Undan keyin Aka, qayerda yozilgan? Siz menga o'sha joyini o'qib bering. Faqat axborot xizmati orqali olinadi degan. o'zingiz o'qidingiz hozir. Yo'q, bu yerda qarang. Ichki yurtida bo'lgan ishlar Fuqarolarga. Ning mohiyati haqida Fuqarolarga. bir tushuntirish berishga. Fuqarolarga. Men hozir aka boshiga ham talqin qilyapman, aka. Keling, tushuning. Boshida aytyapti. Bo'ldi, sizga aytayapman. Sizga qanaqa mana ish yurtida nima dela bo'lgan? Ichi qanaqa bo'lgan? Nima so'rovnomangiz bo'lsa, jurnalistlik. Aka, men shu huquqlarimdan foydalanib o'zi bilan gaplashmoqchiman. Agar noqonuniy harakat qilayotgan bo'lsam, chora ko'rilsin. Men huquqlarimdan foydalanib o'zi bilan gaplashmoqchiman. O'zi sizga ma'lumot berishga majbur emas-da qonun. Yo'q, majbur. Biza beramiz. Majbur. Jurnalist faoliyat himoya qilish to'g'risidagi qonunning 5-moddasini o'qib oling. Majbur. Bo'ldi, sizga ma'lumot kerak bo'lsa, mana shu raqamga qo'ng'iroq qilsangiz ham bo'ladi. Men o'zi bilan gaplashaman, aka. Murojaat qilsangiz ham bo'ladi. Men o'zi bilan gaplashaman, aka. Rahmat, sizga boshqa savolim ham javobim yo'q. O'zi bilan gaplashmoqchiman men. Samarqand viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati xodimiga o'zi aytayotgan moddalarni so'zma-so'z tahlil qilib bersak-da, negadir tushunishni xohlamadi. Menga xalaqit bermang, men o'zi bilan gaplashmoqchiman. Gaplashsiz. Men kirgiza olmayman. Ruxsat bo'lmaguncha kirgiza olmayman endi, rahbariyat ruxsat. Bu aka, bu xalq uchun ishlaydimi bu bino? Xalq uchun ishlaydi. O qonunlarga bo'ysunasizmi? Qonunlarga bo'ysunasizmi? Ruxsatsiz kirgiza olmayman bu yoqqa deyapman. Kim ruxsat berishi kerak? Nima? Qarang, o'zi biz uchun ishlashingiz kerakmi yo biz sizlar uchun ishlaymizmi? Biz siz uchun ishlaymiz. Kim? Biz kimmiz? Biz kimmiz unda? Biz kimmiz unda? Chiqib bu yoqqa. Chiqsin, javob bersin, ketamiz. Shuncha muammo kerakmi? Ikkita savol beramiz. Gaplashlarimiz. Nima deydi? Tergovchi gaplashib kelmayotgan. Nima u xodim, nima u xohlagan ishini qiladi. Endi borib boshqasiga aytasiz unaqa. Yo'q, men o'zi bilan ham boshqasi bor. Men kiraman, aka. Kirgizmayman men. Nimaga kirgizmaysiz? Shunaqa. Nimaga kirgizmaysiz? Nima qilyapsiz bo'lsin, kiraman deyapsiz. Men kiraman deyman, men o'zim murojaat qiraman. Nimaga kirgizmaysiz? Shuning uchun kirgizolmayman. Nimaga kirgizolmaysiz? Shunaqa, topshiriq shunaqa. Qaysi qonunga asosan kirgizolmaysiz? Topshiriq shunaqa. Mana navbatchimiz. Gaplashing. Assalomu alaykum. Aka, tergovchi bilan gaplashmoqchimiz. Yo'q, gaplashmayapti-da. Yo'q, gaplashmaydi. Matbuot bo'lingan bo'lib axborot olasizlar. Qayerda yozilgan, aka? Qaysi qonunda yozilgan? Buyruqda yozilgan. Buyruqqa bo'ysunasizmi, qonunga bo'ysunasizmi? Buyruqqa. Buyruqqa bo'ysunaman. Ha, demak, buyruqlar qonundan ustun, to'g'rimi? Yo'q, biz uchun buyruq. Biz mana ichki ishlar xodimi, biz buyruqni bajaramiz. Qonun nimasi? Buyruq qonun asosida chiqarilgan. Yo'q. Qaysi buyrug'ingiz yozilgan?
Sizga aytmayman. Nimaga aytmaysiz? Siz borib ma'lumot bo'limidan ma'lumot olasiz. Tushundingizmi? Yo'q. Tushunmasangiz borib yana Men baribir kiraman aka. kirmaysiz. Nimaga kirmayman? Men aytaman. Fuqarolar uchun ishlaydimi? Siz kimsiz aytasiz? Telefoningizni qo'ying, familiya ismingizni yoziling, so'rovxonaga kirasiz. Nimaga tashlab kiraman? Shunda. Bo'lmasa Buyruq chiqsin. shunaqa. Men bo'lmasa chiqsin, chetda Bir gaplashamiz. marta chiqadi. Nimaga bir marta chiqadi? Shunga. Xalq uchun ishlaydimi xodim? Bitta odamga bir marta chiqadi. Qayerda yozilgan? Buyruqda yozilgan. Ko'rsating o'sha buyrug'ingizni. Ko'rsating. Bir marta chiqadi degan buyrug'ingizni ko'rsating. Xodim fuqarolar uchun Sizga aytdimmi, matbuot bo'limidan borib ol ma'lumotni dedimi? yo'q. Sizga ma'lumot kerak bo'lsa borib matbuot. Men o'zi bilan bo'limidan gaplashmoqchiman. olasiz. Kutasiz. Ha tergovchi qildik. Tergovchi bu qilgan-ku, qayerdan biladi u? Oha çok gamnazaysiz-ku, matbuot. O'sha chiqdi-ku. Сделай вахам, когда и job dodiga ishtarkorku, cho'knidagi ikkita mugrazating. Dodvoy akni. Ya hayvay bu famonsasiz. Jamiyatda yurish to'ydish qoidasini. Man har zamondagi, go'y damira herdagi man muttahamman. Dodvoy. Man muttahamga. Voy anamzalik Mana qildi. sentirdi bolalar bormi? Dodvoy. Siz syomka, hammasi ketyapti Ber syomka. jamoat Ha, joy, jamoat joyimi bizlarni bay buro chonam buro. Sizlar qabul qilmayotganlar uchun biz turibmiz. Jamoat joy. Job dodiga ishtarkorku, mana baray man сделай Hop, vaqt. javob bersin. Javob berish kerak-ku deyiladi. Albatta javob berish. Shuning uchun men qochyapman. Albatta javob Qanday berish. kelasiz? Mana syomkadan qo'rqa qolasiz. Ber jamoat joy berdi, yurish turish qoidalari bor. Buzyapsiz. Ko'pata Qanaqa buzyapsiz qoidalar? Opa, to'xtab turing. Ma'muriy To'xtab turing. javobgarlik qonunining 183-moddasini buzyapsiz. To'xtab turing. Birisi dilamga Opa, qarab chiqaring qonunni. to'xtab turing, opa. 183 nima deb yozilgan? Borib o'qib ol. Siz ichki ishlar xodimimisiz, bilishingiz kerak. Yo'q. Ana odamga. Talab borsiz. Jamiyat joyida yurish turish qoidalarini buzish to'g'risida. Kodeksning 183-moddasi. Shunaqa deb yozilgan. Ha. Sizlarga nima kerak? Nima kelgan? Bizga tergovchi kerak. Tergovchi chiqdimi? Javob bera olmadi. Javob Nima bermadi. dedi? Javob berdi sizlarga. Matbuot xizmati. bo'limidan Men o'zi bilan ma'lumot gaplashmoqchiman. olingan. Men o'zi bilan O'zi gaplashmoqchiman. chiqdi. O'zi chiqdi. Begum. Kiring. Kelinglar, Kiring. kelinglar. Ko'ryapsiz, mana xalaqit qilyapsiz hozir. Qabul qilmaganlar uchun xalaq qilib Xalaqit Qabul qilyapsiz. qiling. Xalaqit qilyapti mana. Qabul qilaymi? Kirolmaydi hozir, mana kamida nima bilan kiradi? Qarasizlar. Voy voy voy. Ram kamera oldi. Kamerani olib chiqinglar edi. Kamera tushmaydi. ruxsatlar bor. 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 menda. O'zimda bor. Qaraylik. Ber. Nima? Yo'q, sizmi? Hamidga sig'maydi baribir. Hamidga sig'maydi. Olib tashlaylar mana bularni. To'xtang, shunga olib olaylik. Buyruq bo'yicha qo'yilgan. Sizdan so'ralmaydi buni. Qanday kiradi bular bo'lmasa? Kimga Darvozadan. gaplashlaringizmi? Hozir. Hozir chiqib kelinglar. Shuncha momo kerakmi sizlarga? Tergovchini chaqirilib, ikkita savol beramiz. Aytyapti-ku, chiqdi. Yo'q, qanaqa muammo bo'ladi? Bizga qanaqa ma'lum? Biz buyruq bo'yicha Siz har bitta gapingiz uchun bilasizmi, ertaga siz siz unutmang, kim bilan qanday siz- gapiryapsiz? men qonuniy huquqlarimni talab Biz qilyapman. buyruq bo'yicha gapiryapmiz, muomala qilyapmiz. Men qonunga amal qilaman, buyruqqa emas. Biz buyruqqa amal qilamiz. Eshitinglar. Ha, Ichki ishlar xodimlari buyruqqa amal qilar ekan. Aslida qonunga amal qilish kerak. Buyruq qonun bo'yicha asosida chiqarilgan. Buni ham biling. Buyrug'ini ham tanishtirmadi, buyrug'ini ham tanishtira olmayapti, lekin bizdan talab qilishyapti. Ha. Sizga nima kerak o'zi? Tergovchi kerak. Tergovchi chiqdimi? Javob bera olmadi. Javob berib Nima, ketamiz. birov nima dedimi? Axborot xizmati biz javob berasan. Rahmat, bo'lib. Men axborot xizmatdan olmayman, o'zidan olaman. Sizga kerakmi shu? Borib shundan Men olasiz. o'zidan olaman, o'zidan kerak menga. O'zi bermaydi. Nimaga bermaydi? Mumkin emas. Nimaga? Nima asosida mumkin emas? Buyruq asosida. Qaysi buyruq asosida mumkin emas? O'zidan so'raysiz. U chiqsin so'rayman. Siz fuqarolarni qabul qilishga xalaqit beryapsiz. Qani, bu yerdan kiradi deyapti-yu. Yo'q, mana shu yerdan kiradi. Ay, sig'maydi-yu. Sevasiz, чисто qalatdi. To'xtang, sig'diradi, to'xtab turing. Sig'diradi. Hozir ko'ramiz. Syomkani ham oling. Sig'diradi, ko'ramiz hozir. Bo'ldi, aka, chiqib turing, sig'dirsin ko'raylik. Qolsa ko'tarishamiz. Eshmon g'ayrat. Qanaydan kiradimi akaning? Signatmi? Xitoy bayan. Yo'qdan qilamiz. Telefonlardan. Sizniki. Toshqo'l shohri. Bitta joydanmi? Ha, yarim bular. Siqmaydi u. Uni olib tursangmi, Farruh aka? Yo'q, Hayt, ko'rib turing, aka. bu kishi Qalam bersin, sig'maydi. Haysak tortishadi.
nogironlar uchun kirish joyi bor. Men bo'lsa men bitta olib kirishga harakat qildinglar. Tergovdan norozi bo'lsa, tergovchining qaroridan norozi bo'lsa, yo sud qaroridan norozi bo'lsa, yuqori turib sudga, tergovchining qaroridan norozi bo'lsa, prokuraturaga murojaat qilish kerak. Sizga bega hozir bu narsani sizlar nimaga olib chiqasizlar ommaviy axborot vositalarida, to'g'rimi? Tergov siri degan narsa bor. Tergov sizga chiqib buni ayta olmaydi. Aka, tergov siri tergov payti bo'ladi, tergov tugagan. Kim aytdi shuni sizga? Kim aytdi shuni sizga? Aka, tergov haqida ma'lumotimiz bor. Qanaqa ma'lumotingiz bor? Tergov siri Tergov qaysi? siri? Aha, qaysi Tergov payt? siri har doim Har doim. sudning hukmi chiqqanguncha tergov siri hisoblanadi. Hech kimga Yopgan-ku. Bu 82 qilib yopgan. Xo'p. Sudga chiqmagan. Bo'ldimi? Tugagan yopiladimi? Tugagan bo'ladimi? Ha, bo'ldi, tergov siri Tergov yo'q. siri axborot buni qila olmaydi. Aytyapman, agar shu yopganligi holati bo'yicha norozi bo'lsangiz, prokuraturaga boringizlar. Men o'zi bilan Yuqori surishtiruvchilarga boringizlar. Men faqat shu o'zini harakati Qonunlaringizda bo'yicha intervyu olish huquqlaringiz bormi? bor. Fuqaroni majburlab intervyu berishga huquqi bormi? Yo'qmi? Fuqaro Fuqaroni mansabdor shaxs majbur moddasida yozilgan. mansabdor shaxs. Shu Bermaslikka ham, ko'rsatuv bermaslikka ham yoki sizni savollaringizga javob bermaslikka ham haqqi bormi? Yo Nechinchi majburlab modda? olishga. Nechinchi Yo'q, modda? siz so'rayapman sizdan, men men bilmayman. uni bilmayman. Yo'qmi? Uni bermaslikka haqqi yo'q degan. Opajon. Yo'q, berish kerak degan narsa bor. Berish kerak, lekin berish shart degan narsa Bor. bormi? Majburlab olish kerak bo'lmasa, bermasa. Berish shart degan narsa bor. Yo, majburlab olish kerak emasmi? Xodimmi berish Agar kerak? bo'lmasa, yo'q. Xodimni berish Xodim kerak. bersa, javobini beradigan, xodim nazorat qiladigan organlar bor, opa. Tushundingizmi? Aka, Gaplashmayman deyaptimi? Siz majburlab uni Aka, qila xodim olmaysiz. qanday gaplashmayman deydi. Fuqarocha ishlaydi-yu o'zi. Tushundim. Fuqaro uchun nima qilingan? Nima bular faqat kuch ishlatib o'rganib qolganmi yoki faqat noqonuniy ishlar, noqonuniy ish qilib Siz nima deyapsiz? o'rganib qolganmi deyapman. Savol beryapman. Ko'rdingizmi siz? Savol beryapman. Ko'rdingizmi? Men savol beryapman. Tuhmat qilyapsiz. Men savol beryapman. Siz tuhmat qilyapsiz. Isbotlab bering tuhmat qilgan. Aytyapsiz-ku, kuch ishlatishga ishlatib. O'rganib qolganman. Tushunmadim. O'rganib qolganman. Ko'rdingizmi kuch ishlatganini? O'rganib qolganman. Yo'q, Savol kuch beraman. ishlatganini ko'rdingizmi? Savol siz? beraman. Oldin aytdim. Mana kameraga olib. Bo'l, o'shani qo'yib beraman men. Nima bular faqat kuch ishlatib o'rganib qolganmi yoki? Qo'yib Yo'q, beraman. kuch ishlatishga o'rganib qolganmi deyapsiz. Ha, qolganmi Kuch savol? ishlatganini Ko'rdingizmi masalan? Savol beraman. Men siz yo'q desangiz, yo'q qarang, men sizga ha bo'ldi. Yo'q. Nima? Yo'q, qaranglar, bu yerga Tuhmat qilyapsiz. janjal qilishga kelmaganku, ishni hal Uchun qilishga opa kelgan. O'shada chiqsa o'shancha. yig'ishtirib Yo'q, olingizlar. chiqdi, aytdi, men toifalangan ma'lumot obyekt. bermayman dedi. Mumkin emas. Toifaning obyektiga nimani tushunasizlar? Siz nimani tushunasiz? Toifaning qurol yarog' saqlanadigan, Hop. davlat siri saqlanadigan. Obyektda masalan qurol yarog' Davlat Kim saqlanadi. aytdi sizga qurollar saqlanmaydi? Qani saqlanyapti shu yerda? Sizga ko'rsatamizmi? Yo'q, aynan mana bu yerda saqlanyaptimi? Aynan turgan joyimizda. Siz nima deyapsiz, opa? Turgan joyimiz. Siz yaxshilab borib. Toifalangan. Qarang, siz o'qib oling. Opa. Men yoki o'qib bering hozir, men tanishib Tushundim. chiqib ketaman. Tushundim. Siz O'qib bering. yig'ishtirib keting. Bu toifalangan obyekt hisoblanadi. O'qib bering. Tushundim. O'qib Qurol bering. yarog' ham hamma narsa saqlanadi. Hop, men Sizga qurol yarog' narsa saqlanadigan joyga aytishim kirayman. Siz kira olmaysiz, lekin Ha, o'sha kirayman. haqqingiz ham yo'q. Hop, men kiraman deyman qurol yarog' saqlanadigan joyga. Opajon, astagina. Kiraman deyman. Mana shu buni mumkin emas. Keyin kameraga ham olishmangiz mumkin emas. Qayerda yozilgan? Mayli, yopishtirib. Qonun bilan asoslantirib bering. Tushunmadim. Qonun bilan asoslantirib bering. Bu ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda belgilab qo'yilgan. Nechinchi modda? Ko'rib bo'lsa agar moddasini bilmayman hozir. Nima bilmasiz talab qolasiz. Ko'rmaysizmi? Mumkin emas deb. Men ham yozib qo'yishim mumkin emas deb. Men ham mumkin deb kirgizishim mumkin. Jurnalist. Taqdim etdim. Kimga Taqdim etdim. Qani? Siz birinchi o'zingiz tanishtirib taqdim eting, keyin men taqdim etaman. Taqdim eting, dasturingizni ko'rsating. Dasturdan xonamda turibdi. Bo'ldi, olib chiqing, men keyin sizga ko'rsataman. Bu siz birinchi kursdan kelishdan oldin. Yo'q, men bular bilan siz kelib men bilan gaplashyapsiz. Xodimligimni biladi. Men tanimayman-da. Qayerdan ekanligingizni, Men tanimayman. qachon kelganingizni, bitta dasturini olib chiqing, men sizga tanishtiraman. Dasturini qani turibdi. ko'rsating siz? Yo'q, siz olib chiqing. Olib chiqing. Bo'ldi, olib chiqing, men sizga tanishtirib, shu turib turaman men. Boring. Olib chiqing. Meni fikrimcha, tergovchi bo'sh yoki yeb qo'ygan yoki tanish bilishchilik qilyaptimi degan fikrga boryapman. Chunki chiqib javob bera olmayapti. O'zi ishlagan deylar, o'zi ko'rgan deylar. Nahotki to'g'ri ishlagan bo'lsa, chiqib men to'g'ri ishlagan, men fuqaro noto'g'ri gapiryapti deya olmaydi. Yo'q, men oxirgi paytlar hayron qolyapman. Ichki ishlar xodimlari biz qonunni bilib aytibmiz ham. Qonunni shu moddasigacha aytibmiz, lekin shunga ham amal qilishmayapti nimagadir. Lekin o'zlaridan qonunni so'rasak, uni ham ayta olmaydi. Lekin bizdan nimadirlarni talab qilishadi. Firibgarlik bo'yicha har bitta anaqani taqdim etishyapti murojaatchi. Taqdim etishgan, zaps, audio, hamma narsa taqdim etishgan. 82 qilib yopib borgan. Hamma birov shuhrat. Xudosh maydonda shuhrat hamma chizdi. Bo'ldi, yozing. Narsalarni kitobga Telefoningizni qo'ying. Shundan so'ng biz tergovchi bilan gaplashgan vaqtimiz qaytadan ariza yozib bersin. O'rganamiz deyishdan nariga o'tmadi. Ya'ni nega 83.2 qilib ishni tugatganini asoslab bera olmadi. Shundan so'ng Samarqand viloyati prokuraturasiga bordik va prokuror o'rinbosarining harakatlari bizni lol qoldirdi.
Anchadan buyon bu tarzda qonuniy ishlayotgan prokurorlarni ko'rmagan edik. Prokuror o'rinbosari tergov qarorini bekor qilib, ishni qaytadan ochishini va bu murojaatni o'z nazoratiga olishini aytdi. Xulosa qilishga shoshilmaymiz. Bu murojaat yakuni haqida sizga yana video material taqdim etamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Biz bu mavzuga yana qaytamiz.